Söyümlük balalarim, Yusrana, Fatima, sizlar hozir uxlashga tayyorlik qildinglarmi? Tishlaringlarni yuvib, yuz-ko'zlaringlarni yuvib, karavatinglarga chiqdinglarmi? Amsa, opanglar sizlarga Vakaka bilan Ayshishining hikoyasini aytib bersin. Ko'ngil qo'yib anglanglar bo'lamdi? Vakaka bilan Ayshishining uchar beliqqa o'zgarishi. Vakaka bilan Ayshishi 6 yoshga to'shgan qo'shkizak aka-singil. Ular Amerikada tug'ilgan bo'lib, u yerda bepoyon dengiz, yana ko'z yetkisiz soyil bor. Vakaka aka-singil Jungoga berib, mushukni ko'rib beqishni, ya'ni dunyoning har qaysi joylariga berib sayohat qilishni o'ylaydi. Ular dengizning qarshi qirg'og'ida cho'qim intayin go'zal va sirliq joylarning borligini biladi. Bir kuni dengiz bo'yida o'ynayotgan Vakaka tuyuqsiz Ayshishidan: "Singlim, sen ekspeditsiya qilishni, dunyoni kezishni xohlamsan?" deb so'rabdi. Ayshishi doim kapsizlik qilib, chatoq terib yuradigan akasi bilan xatarga tavakkul qilishni xohlamaydi ekan. U beshini chayqab: "Men faqat Jungoga berib momamni ko'rishni o'ylayman. Yana Sadichin sepili bilan mushukmi bor?" debdi. Vakaka puti ostidagi qumliqni ko'rsatib, astoydillik bilan: "Boshqalardan anglashimcha, Amerikada turib, yerni kovlab, yer sharini teshib chiqsak, dal Jungoga chiqadi ekanmiz", debdi. "Ha, shundoqmi?" debdi Ayshishi hayron bo'lib. Vakaka tuyuqsiz bir yaxshi amalni o'ylab chiqib, xo'shal oldi singlisiga: "Biz bir o'g'ri kovlab, qarshi tarafiga chiqsak, cho'qim momamni cho'chitib yetalaymiz", debdi. Ammo Ayshishi Vakakaning fikriga qo'shilmabdi va "Bo'lmaydi, muallim bizga yerning ostining hammasi volqon, noiti qiziq" degan, debdi. Vakakaning kallasiga bir xiyol keldi. U dengizni ko'rsatib turib Ayshishiga: "Agar bir cho'ng laylimi komzak bo'lgan bo'lsa, biz uningda layliginimizcha Jungoga borgan bo'lsak", debdi. Ayshishi yana qo'shilmay: "Cho'qim bo'lmaydi. Agar laylimi komzak bizni laylatib, janubiy qutbga olib qo'ysa qanday qilamiz? U yer qor muzga to'lgan dunyo, bak so'g'oq", debdi. Vakakaning to'limi dengizga chiqib tavakkul qilg'isi bor ekan. U o'yla yana bir amal tepib chiqibdi. "Agar biz beliqqa o'zgarib, uzib, momamning uyiga birdamdala bora olgan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi-ya?" Lekin Ayshishi bundoq o'ylamabdi. U: "Biroq biz yo'lni bilmaymiz", debdi. Vakaka osmondagi yulduzlar turkumini ko'rsatib: "Qo'rqishning hojati yo'q. Men cho'mich yulduz turkumini bilaman", debdi. Ayshishi yana xotirjam bo'la olmay: "Lekin kunduzda yulduz yo'q vaqtda qanday qilamiz? Navoda biz g'alati maxluqlarga orolga berib qolsaqchi?" debdi. Vakaka qoyil bo'lmagan holda: "Nima degan jiq, lekin qarab tur, men cho'qim bir yaxshi amal tepib chiqaman", debdi. Ayshishi uning kiyimini tortib o'tinib: "Aka, sen cho'qim meni birlikda ilib borg'injimi?" debdi. Ayshishi kichik hayvonlarni tadqiq qilishga amroq ekan. Atigini u hovlidagi koks daraxining ostida chumullarning uy ko'chishini diqqat bilan ko'zatayotg'ashqa, hatto Vakakaning orqasida ekanligini tuymabdi. Vakaka ingishib qarab boqqandan keyin ko'nglida: "Bu bir to'p chumullarni ko'rgudek nari bordi amdi", deb o'ylabdi. Vakaka singlisining butun diqqati bilan chumullarni ko'zatayotganligini ko'rib, og'zini qiyshaytib ijayg'anicha bir yomon chora o'ylab chiqibdi. "Ha, uni bir qo'rqatmasam?" Vakaka uyga kelib, ishkaplarni o'rib-jo'rib, yerga bir munch o'yinchoqlarni chechib etibdi.
Anisi buni ko'rib, "Vakaka, nima izlayapsan?" deb so'rabdi. Vakaka o'zining yomon niyatining oshkorlanib qilishidan ansirab, yolg'ondan o'yinchoq izlagan bo'lib elib, anisidan, "Ona, mening iliqi o'yinchoq yilinimchu, yo'q turdi-ku" deb so'rabdi. Anisi g'alatilik his qilib, "Uni so'rab nima qilsan? Singling qo'rqidi ekan, shung tashlavatdim" debdi. Vakaka singlisini qo'rqitadigan o'yinchoq yelinni topolmaganlikdan nihoyat afsuslanibdi. Tuyuqsiz u ustal ustiga qo'yib qo'yilgan purchoq tortini ko'rib qapti. Yop-yeshil, hammazlik tortni ko'rganlik odamning yegisi keladi. Vakaka purchoq tortini yemoqchi bo'lib, qo'lini uzatibla, yana ko'zlarini qisib, kulib ketibdi. Aslida uning qo'lisida yana bir yomon o'y paydo bo'lgan ekan. Oshxonada tomoq etayotgan onasi Vakakaning ustali yenidan ketmay, bir nimalarni qilib yurganligini ko'rib qiziqib so'rabdi. "Vakaka, nima qilyapsan?" Hech nima qilmadim" debdi Vakaka tortni qo'lida mijiqlab turgunicha o'diqib. Bu chaqda Ayshishi yanala daraxt ostida chumullarning uy ko'chishini ko'zitib o'ltirgan ekan. Vakaka singlisining kayniga mo'kinib elib, yeshil purchoq tortidan yasagan qurutni astag'ini singlisining mo'risiga qo'yibdi. Vakaka hech bo'lmagandek yeyganicha, "Singlim, sen texich ash chumullarga qarab o'ltiramsan?" deb so'rabdi. Ayshishi Vakakaning yomon niyatini qilchim sezmabdi. U astoydillik bilan, "Qara, ma bu tik quyruqli chumullarga, ular nihoyat qiziqarli ekan" deb javob beribdi. Ayshishi hayajonlangan holda tushuntirishga boshlabdi. Tik quyruqli chumullar hayajonlanganda yoki ta'sirga uchraganda yumaloq qo'rsqini egiz qilib oladi ekan. Ondan tez yugurib mangadi ekan. Shuningmi ularni serik artisti deb ataydi ekan. Nima degan qiziqarli-a? Vakaka Ayshishining kichik hayvonlarni nihoyat asraydiganligini bilib, qasdan uning tishiga tegib, putini egiz ko'tarib, "Chumuli degan ziyonli hasharot, mening ularni qandoq yo'qotadiganligimni ko'rib tur-a?" debdi. Ayshishi qo'rqqandan chiroyi o'zgarib ketibdi va darhol uni to'sib, "Aka, bundoq chumulning ushliq zahar nashtiri bor, odamni yorlandira oladi" debdi. O'zimning amali bor" debdi Vakaka qoyil bo'lmagandek. Ayshishi uni yana qandoq yomonchor tepib chiqqanligidan gumonlanib, oldirab uningdan, "Qandoq yaxshi amaling bor?" debdi. "Men suv quyib ularni tunjuqtir etaman" debdi Vakaka. Ayshishi qo'lini shiltib, "Bo'lmaydi, undoq qilish nima degan vahshiylik-a?" debdi. Vakaka so'zlab o'tib, tuyuqsiz bir ishni bayqagan qiyofatga kirib olib, Ayshishining mo'risini ko'rsatib turib, "Opla, sening mo'rangda bir ko'k qurt turdi" debdi. Ayshishi qurtdan intayin qo'rqadi ekan. U bu gapni anglab, qo'rqib, sakrab, varqirab ketibdi. "Aka, tez uni elib atgin." Vakaka u qurtni tutib turib, Ayshishiga, "Seni oldimag'andiman, qara bu qurtning semizligiga" debdi. Ayshishi qurtning aksini chiqib olishidan ansirab, oldirab, "Tez tashlab at, bo'lmasa seni chiqib oladi" deb varqirab ketibdi. Vakaka o'zini botur ko'rsatib qo'lidagi qurtga, "Sen abloq Ayshishining mo'risiga chiqib olib nima qilasan? Uni chiqib olmoqchiman. U qurtdan bak qo'rqidi, buni bilmadingmi? Qarab tur. Seni urib, yapaloq qilib atmaydigan bo'lsam" debdi. Ayshishi Vakakaning rostilla qurtni o'ltirib etishidan ansirab, "Aka, uni o'ltirma, tez tashlab at" deb varqirabdi. Vakaka singlisining rostilla qo'rqqanini ko'rib, qurtni ko'rsatib turib nihoyat ochiqlangandek, "Amsi men seni yevitay, sening Ayshishini bo'zaq qilishingni endi bir ko'ray" debdi. Ayshishi qo'rqqandan gapni qila olmay qoldi. Vakaka bir tishlab qurtning yerimini eg'iziga silib chaynab turib,
Yeymanğa toza, yevitiman seni. Men sendimi eski, depdi. Ayşeşi qo'rqqandan, "Aka, yo'q, nima degan yirginishlik?" deb yig'labdi. Vakaka ko'nglida xushal bo'lib, ishib qolgan qurtning yermini Ayşeşiga uzatib, "Singlim, buni senmi tetib boqqin bak yeyishlik", debdi. Ayşeşi ko'zini etilib yig'lab ketibdi. "Nima degan qo'rqinchlik?" Ayşeşi akasining zahri bor qurtni yeganligini ko'rib qo'rqqandan jinnining boricha uyga qarab yuguribdi. U bir tarafdan yugurib, bir tarafdan "Ana, bo'lmadi. Akam ko'k qurtni yevatdi, uni qutqizib ol", deb varqirabdi. Vakaka singlisining oldirab tinab ketib borganligini ko'rib, o'zini tutib ololmay kulib ketibdi. Tik quyruqli cho'mililarning malamanchiligi o'tib ketishiga bugun kapsiz Vakaka yana chatoq chiqaribdi. Ayşeşi domsayg'inicha uyiga qaytib keldi. Vakakami beshini sangilatganicha uning orqasidan agishib kiribdi. Uning yuzlari, kiyimlari maynat bo'lib ketgan ekan. Ayşeşi akasining qilgan ishini o'ylab, ko'ngli yerim bo'lib, ko'z yoshini to'xtata olmabdi. Onasi Vakaka singlisini yana bo'zaq qilgan o'xshaydi deb bilib Ayşeşidan, "Akangiz yana sizni bo'zaq qildimi?" deb so'rabdi. Ayşeşi beshini chayqab, "Ana, akam yana chatoq chiqardi", deb yig'lab ketibdi. "Nim bo'ldi? Yana qandoq yomon ish qilding?" deb so'rabdi dadasi Vakakadan ochiqlangandek. Vakaka o'zining chatoq chiqarganligini bilgachga, beshini tuvan qilib xijil bo'lgan holda, "Men Linda hadamning uyidagi ishni qo'g'lab o'ynayotgan. Diqqatsizlikdan u ish ko'lga tushib ketdi", debdi. Onasi hayron bo'lib, "Ha, u ish qanday bo'ldi?" deb so'rabdi. "Ish o'lgili tas qoldi", debdi Ayşeşi yig'lamsirab. Onasi Vakakadan, "Sen Linda hadangdan kechirim so'radingmi?" deb so'rabdi. Vakaka beshini tuban silib bosh ovozdan, "Kechirim so'radim, hadam meni kechirvatdi", debdi. Dadasi beshini chayqab turib, "Bu bola nemishqimi shundoq chatoq teribla yuriydigandi", debdi. Dada bilan ana ikkaylan mehmonxona uyida paranglashayotganda Vakaka eshikning orqasiga mo'kinib olib, o'g'irliqcha ikkisining parangini anglab o'tibdi. Daniya hozir bir xiyoliy sayohat mashinasi yasayibdi. Anlasam, u odamni har xil dengiz okean hayvonlariga o'zgartiradi ekan, debdi dadasi. "Noit qoldiskan", debdi onasi. "Biz Vakakaga yaxshi qarayli, uni yana Danining yeniga berib qolaymiqan qilishini qat'iy to'sayli", debdi dadasi. Kapsiz Vakakaning yana chatoq chiqarishidan ansirab. Vakaka eshikning orqasida turib, xiyoliy sayohat mashinasi, dengiz hayvoni deganlarni xiyolidan o'tkazibdi. Vakakaning ko'zi birdanla yorib ketibdi. U bir vahshiy, tangdossiz akulaga o'zgarib, dengizda podshoh bo'lib, barliq dushmanlarni mag'lub qilishni o'ylabdi. Vakaka singlisini boshlab, qo'shnisi Danining uyiga qarab minibdi. U menga hayajonlangan holda, "Singlim, men senga bir xislatlik narsani ko'rsatib kelay", debdi. Ayşeşi uning yana qandoq yomon hiyla o'ylab topganligini bilolmay, "Aka, sen yana chatoq chiqarmoqchimi? Seni oldingi qitim har o'sini chuvganligingni onamga deyishga petin olmadim", debdi. Vakaka nayt sirliq qilib Ayşeşiga, "Singlim, bu qitim men seni dengizda sayohat qilishga opirman", debdi. Ayşeşi anglab hayajonlanganligidan varqirab ketibdi. "Rostmi? Bek yaxshi bo'ldi. Aka, sen cho'qim gapingda turg'in-a?" Bugungi hikoyamiz mush yerda tugadi. Men sizlarga hikoyada tilga olgan tik quyruqli chumili to'g'rilib azroq gap qilib beray.
tik quyruqli çümülər ailəsiga təvə olub, bədən uzunluğu 3 sm keladi. Rəngi qara, parqıraq, kökrak qismi su tamçısı şəklində buldu. Ular deniz boyida və tağlarda yaşaydı. Toplaşıb yaşashni yaxshi ko'radi. Zərbəyə uçurğanda ular quyruğunu dümbəsindən egiz qilib ko'tarilib oldu. Bu holati ularni nihoyatda umaq ko'rsatdi. Lekin ular ochiqlangan vaqtda ko'krigidan bir xil sesiq kislota purkuydi. Chiqib olsa ham og'riydi, ham qichishidi. Esinglarda bo'lsinki, sizlar hargizmi vakakaga o'xshash ularning tishiga tegmanglar.